Mamlakatimizda yoshlarni sportga keng jalb qilish orqali bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatobod tumanida o'tkazilgan musobaqa ham ayni maqsadlarni o'z ichiga qamrab oldi. Milliy gvardiya Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasida bo'lib o'tgan sportning kamondan otish turi qiziqarli bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Ishtirokchilar bor mahoratlarini ishga solib, faollik ko'rsatdilar. Jarayonlar mas'ullar tomonidan nazorat qilib borildi va shaffoflik ta'minlandi. Davlatimiz rahbari tomonidan kamondan otish sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi buyruqqa asosan Namangan viloyati Milliy gvardiya boshqarmasida yoshlar va o'smirlar o'rtasida kamondan otish sport turi bo'yicha viloyat otish chempionati bo'lib o'tmoqda. Bularning asosiy maqsadimiz yoshlarni shu sportga qiziqtirish va 2028-yil Los-Anjelesda bo'ladigan Olimpiada sportiga tayyorgarlik ko'rish. Kelajakdagi rejalarimiz shu Namangan viloyatida yoshlar va o'smirlarning shu kamondan otish sport turi bo'yicha jahon chempionati, Osiyo, Olimpiya chempionlarini yetishib chiqarish asosiy maqsadimizdan biri. Ushbu musobaqada 9-12 yoshdagi kichik o'smirlar va 13-15 yoshdagi yoshlar toifasida 70 dan ortiq ishtirokchilar bellashdilar. Yakunda kichik o'smirlar toifasida faxrli birinchi o'rinni O'g'loy Abdumalikova, yoshlar toifasida esa Rustambek Nishonov egalladilar hamda esdalik sovg'alar va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Kamondan otish sport turi bo'yicha 2 yildan beri shug'ullanaman. Mana bugun bo'lib o'tgan musobaqada faxrli birinchi o'rinni egalladim. O'zbekiston chempionati Olimpik arenalarida faxrli birinchi o'rinlarni egallab, yurtimiz bayroqlarini yuqorilarga ko'tarmoqchiman. Bundan tashqari, boshqarmada harbiy xizmatchilar o'rtasida sog'lom oilaviy munosabatlarni mustahkamlash, milliy va ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish hamda namunali oilalarni e'tirof etish maqsadida yangi O'zbekistonning ibratli oilasi tanlovi tashkil etildi. Namangan viloyati Milliy gvardiya boshqarmamizda harbiy xizmatchilarimizning o'rtasida Yangi O'zbekistonning ibratli harbiylar oilasi ko'rik-tanlovi musobaqasi o'tkazilmoqda. Har bir otryadlarimizdan namunali, tajribali va mas'uliyatli harbiy xizmatchilarimizning oilalari taklif etilgan. Bu oilalarimiz o'rtasidagi munosabatni yanada yaxshilashga o'z hissasini qo'shmoqda. Harbiy xizmatchilarimiz va ularning oilalari, farzandlari o'zlarining chaqqonligi, irodaliligi va sport bo'yicha imkoniyatlarini ko'rsatib berishmoqda. Musobaqada ishtirokchi oilalar 3 ta shart bo'yicha bellashib, yakunda sovrindor oilalar faxriy yorliq va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar.